o'quvchilar, hurmatli yoshlar, yigitlar, hamda qizlar, ustozlar, tarbiyachilar. Haqiqatda teatr bir ibratxona. Teatrdan o'rganadigan jihatlarimiz juda ham ko'p. Kino bu o'zga olam, teatr bu haqiqiy bir holatlar, haqiqiy bir hayotni olib chiqadigan, tabiiy ravishda ko'rib, uni ta'sirini, uni emotsiyasini his qilish har kimga nasib etmaydi. Bilasiz, o'sha jadidlar davrida O'zbekistonda teatrga kim olib kirgan va O'zbekistonda teatrlar qachondan boshlangan va biz bu an'anani davom ettirgan holatda zamon uslubida maktab internatimizdagi talantli yoshlarni teatrimizda tashkil qilib, siz aziz o'quvchilarda bir katta bir taassurot bilan o'zgacha olam bilan qaytasizlikni umid qilamiz. Tinch turib, chiroyli tomosha qilishni umid qilamiz. Va teatr so'ngida albatta olqishlar bilan barcha yoshlarni ertangi kunga chiroyli kuzatamiz degan umid qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Otamdan qolgan dalalar. Bu oddiy yer emas edi. Bu yerlarda otamning teri, nafasi sukunatga singib ketgan duolari bor edi. Har bir egat, har bir tuproq bo'lagi bolaligim xotiralarini uyg'otar. Go'yo hali ham shu dalalarda otam belini bukib mehnat qilayotgandek tuyulardi. Otamiz dehqonqul, yerga mehr qo'ydi. Uning tilini o'rgandi. Ajdodlarimiz kabi undan rizqni topmoqchi bo'ldi. Yerni asrab avaylab ko'ziga sutdi. Ya Nodirjon, nima qilganing bu? Ha, shu otam rahmatlining menga aytgan bir zo'r gapi bor edi-da. Yerga qancha ko'p ishlov bersang, shuncha ko'p hosil olasan deb. Bu kessagingda o'simlik o'sadimi? Har qanday o'simligingni ham bug'ib qo'yadi-ku bu. Bilib qo'y shuni. Eshityapsanmi Nodirjon? Ha, eshitdim dada, eshitdim. Eshitmaysanmi? Kastakni maydalamaysanmi? Hozirgi yoshlarga ham hayronsan-a? Otasi aytganini qilmaydi bular. Chopmaydi. Maydalamaydi. Ya, bolani nimaga o'rgatyapti endi? Topgan gapini qara. Onaning tarbiyasi shu bo'ldimi axir? Bu kishi o'zi masalani hal qiladimi, yo'qmi? Ey, men senga necha marta aytdim-a? Dehqon ishi o'z yo'liga, olim ishi esa o'z yo'liga. Dehqon o'z ishi bilan dehqon, olim esa o'z ishi bilan olimda. Javobi shu bo'ldimi? Ahada, bu tirranchaga olim bo'larmidi? Tirrancha olim-a? Ana, padari buzrukvorim bilan volidai muhtaramam taqdirimni hal qilishyapti. Buningni bir qishloqqa foydasi tegsin-da. Endi bu kishi qo'yib yubormayman deydimi? Hada. Bo'lmasa enasi qo'yib yuboradi. Maslahatsiz-a? Maslahat bo'lib bo'ldi. Bolani xafa qildi. Menga gapirgani qo'yadimi, yo'qmi? Onasini ham, bolasini ham tili bir. Senlarni. Uni qilgan ishini ham o'zim qilaman. Bo'ldi, ko'p gapirma, jig'imga tegma. Bo'ldi, bas, jonimga tegdi. Ishlamayman. Dalangizda ishlamayman. Toshkentga borib o'qib olim bo'laman. Nima? Seni boshqa yerni-ya? Bobolaringdan qolgan yer. Seni ham boqadi. Bolalaringni ham boqadi. Nari turmaring. Bolalaringni ham boqadi. Bani bir ketaman. Tamam. Bolamga tegmasin. Bolamga tegmasin. Bobomdan qolgan bu yer. Bolamga tegmasin. Qol to'kkan. Ana tur. Tegmasin. Bobom ko'rgan. Ter to'kkan. Bolamga Dehqonni bolasi dehqon bo'ladi. tegmasin. Bolamga. Voy. Shuni tegmasin. Ko'rsatib qo'yaman hali senga otani gapga qarshi chiqishga. Bani bir ketaman. Shaharlikka olibda bo'lmoqchi bo'lgan bola. Janjal bo'ldi. O'tib ketdi. Men o'qishga kirdim. Ota-onam yerda mehnat qildi. Men ularga bir necha bor maktub yozdim, ammo javob ola olmadim. Chunki o'sha vaqt paxta yig'im-terim boshlanib, hammaning oyoq-qo'lini bog'lab qo'ygan edi. Qiziq, paxtani dehqon ekadi.
o'stiradi, yetkazadi, lekin tepadagilar unga ega chiqadi. Mansab dehqondan ustun keladi. Hormanglar. Rais, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling. Ha, Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Tanishing, bu kishi Dehqonqul. Bizning brigadirimiz. Dehqonqul, bu kishi raykomdan. Ideologiya bo'yicha sekretar Klara Hajayeva bo'ladi. Xush kelibsiz. Keling, kesillar. Planlar bajarilyaptimi? Ha, Xudo xohlasa yaqin orada bajarib qolamiz. Xudo xohlasa emas, partiya xohlasa deydi, uka. Xo'p. Qani ketdik. Bu nima? Buni hoziroq olib tashlang. Bizda generalniy sekretar kim bo'lganini bilmaysizmi? O'zgarish bo'laverib, kimligini unutib qo'yapmiz. Nega endi? Ilgarilari ochiq bo'lsa ham turaverardi. Hozir esa birini o'rniga boshqasi chiqyapti. Mixail Sergeyevich unaqalardan emas. Men bugun shaxsan rayonda ularning bitta portretini yuboraman. Buni hoziroq olib tashlang. Xo'p, bo'ladi, olib tashlanglar. Shiponlarning ahvolini qarang. Biz urush davrida yashamayapmiz-ku axir. Turg'unlik davri og'ir kechdi. Xalqda pul yo'q, xalq qiynaldi. Mana endi qayta qurish boshlanib, sizga o'xshagan ajoyib rahbarlar keldi. Sekin yaxshi bo'lar. Sizga ishonaman. Mana shunday mehnatkashlarga partiya va hukumatimiz o'zgacha nazar bilan qarash kerak. Ularning mehnatini qadrlashimiz kerak. Ularni televideniya matbuotlar orqali yoritishimiz kerak deyishyapti. Albatta-da. O'rtoq Botirov, bu ilg'or paxtakorlaringizni qanday qilib televideniya va matbuotlar orqali yorita olamiz? Nima edi? Kiyimini qarang, ahvolini qarang. Mehnatkashlar mash'al ozoda bo'lib yurmaydimi? O'zingiz ham haligacha do'ppida yuribsiz. Biz yana tekshiruvga kelamiz. Albatta, sizlarni intizorlik bilan kutamiz. Shunchalik ham toshbaqimsiz. Sizga kerak bo'lmasa bizlarga kerak. Ko'zingni ochib qo'y. Esimni taniganimdan beri bizlarni, enamlarni erkalaganingizni eslolmayman. Paxta, dala, plandan boshqa gaplaringizni eshitmaganman. Axir bizlar ham odammiz-ku. Ya, bo'ldi endi. Ko'p gapirding-da sen ham. Mayli, mana olib ketyapmiz, turg'izing endi. Ey, rais, mashinani tayyorlang, kasalxonaga olib boraylik. Mashinani olib kelinglar. Qizing to'g'ri aytyapti. Toshbag'irsan, xotining bechorani o'ldirding. Bo'ldi, siz ham ko'p gapirmang. To'xtaychi. Qarang, bu ko'zini ochyapti. Rais o'ziga keldi. Umri yaxshimisan? Qaranglar. Umri ko'zini ochdi. Nima gap? Ozgina og'rib qolsan. Seni kasalxonaga olib boraylik. Kasalxonaga? Yo'q, uyda bolalarim. Yo'q, bormayman. Kerak emas. Qaytaringlar mashinani. Bizni xotin polvon xotinda paxta tersa yaxshi bo'lib ketadi. Ayt akangni xotini. Qara qizim, oringga qarash. Mana qaytdik biz. Hammamiz yaqin orada baxtiyor bo'lamiz. Qayta qurish sharofati bilan kommunizmga chiqamiz. Ulug' oktyabr oyini mehnat zafarlari bilan birga kutib olamiz. Mana davom etamiz ishni. To'xtamang, ishlashda davom eting. Shifosini bergan rost bo'lsin, Qumrixon. Bolalaringizga bosh bo'ling ilohim. Xavotir olmang, oyijon. Yaxshi bo'lib qoldim-ku. Voy, qizingizni ham o'takasi yorilaydi-ya. Hormanglar. Ke, rais. Hamma sog'mi? Qani endi ishga o'taylik. Hali oldimizda planlar kutib turibdi. Biz planlarni bajarishimiz kerak. Qani, xirmonga baraka. Hamma ishga. Raketamdan o'rgilay. Kunlarimiz ketdi. Tezroq tugataylik shu tapini. Ayting, oyijon. Ochilib qol. Hormanglar. Charchab qolmayapsizlarmi issiqda? Mana ko'rib qo'yinglar men motosiklimni. Motosikl emas, haqiqiy raketada. Tavba. Oyijon, o'zi bu shu kishiga shu yetmay turdi-da.
kim berdi senga bu ajallarig'ini? Ayya, Erojon nima deganingiz bu? Axir meni gazetada yozib chiqishdi. Mana buni bir ko'ring. Aysiro qizim, ko'ryapsanmi dadangni? Nima qildi? Ya, axir buni butun Sovet ittifoqi o'qiydi-ku. Bu mototsiklda sizlarning ham hissalaringiz bor-ku. Mashhur Zvenovoy. Bu mototsikl ham sizlarning mototsiklingiz hisoblanadi. Ya, xursand bo'lsalaringiz bo'lmaydimi bundan? Sizlarni ham. Ha, mayli, bo'lar ish bo'ldi. Qani endi Qumri, yursangni bir aylantirib kelaman-da. Yo'q, Xudo, aylantirib kelaman. Kelib qolindi. Ha, mayli. Qish kelyapti. Qish kelyapti. Yudada o'tin bordan ko'mir. Bolalarimni oyoqda patinkalari yo'q. Ustidagi kiyimlari yirtiq, yamoq. 3 yildan beri menga bitta kalish olib bera olmaysiz. Meni yana dalaga yaramay haydamoqchimisiz? O'g'illarimizni ham to'yda qilishimiz kerak. Qizimizni ham bo'y yetib qoldi. O'quvchi o'g'limizga yordam bera olmasak, barcha yetib borolmaymiz uka. Shularni siz ham ota bo'lib o'ylaysizmi hech? Kimman men? Ayolmanmi? Ahvolimizga qarang, go'ng'imizga o'xshab go'rtkilab o'tiribman. Qanday kunlarga qoldim. Faqat mana shu aravaga qo'shib yursak, samolyotlaringiz qoldi xolos. Ishlatinglar, o'ldiringlar. O'shanda sizlardan qutulaman. Hammalaringdan qutulaman. Qizginam. Bolaginam. Oyijon. Bunday yashab bo'lmaydi-ku. Ko'zingizni oching. Atrofga nazar tashlang. Jonimdan to'yib ketdim-ku, ey Xudoyim-ey. Bu azoblarni oxiri bormikin? Haqiqatan qo'y ekanmiz. Podachi qayoqqa bo'lsa o'sha yoqqa indamay ketaveramiz. Molga o'xshab yashaymiz. Qachongacha bu tezakli hidga chidash mumkin? Tezakli hididan hayotimizdan ko'ynaman edi, o'xshab keladi. Gazetadan chiqqan maqtovlaringga ham, galangga ham ming la'nat. Mototsiklingga ham, galangga ham, boshingdagi shlyapangga ham, suratingga ham, paxtangga ham tupurdim. Hayotni ishing ham qanaqa insonsan? Nahotki tushunmasang, jonim bo'g'zimga keldi. Muncha sodlasan, aldovlarga vaqtga tushasan. Maqtovlarga ishorasan, bari yolg'on. Hammasiga tupurdim. Bu yo'qchilikning oxiri bormi? Hayotimiz barbod bo'ldi. Axlatga botib o'tiribmiz-ku, yana nimani kutamiz? Bularimiz shu. Mana! O'zbeklarni qadriga yetmay xor qilgan rafkimichlar. Momo yerim, hosiling mo'l bo'lsin. Qilgan mehnatlarimiz zoya ketmasin. Oq oltin tolalaring tog'day ulg'aysin. G'o'za chanog'ida jonin joylagan. Jonim mening jon qovog'im xalqim. Mayin she'rlar etay kaftingizga. Mehnatkash qo'llari qadoqli xalqim. Bolasin bir chetga o'tkazib qo'yib, paxtasin yelkada ko'targan xalqim. Har bitta g'o'zani o'polgan xalqim. Orom olishni-yu orolanishni qush uyqu tunlarga ulagan xalqim. Bugun qadding ko'tar, men tez cho'kayin, qo'llaring tavob etayin xalqim. Mehnatkash qo'llari qadoqli xalqim. Rahmat.
qolgan dalalar. Bu asarga biz bejiz to'xtalmadik. Bu asarda bizni ota-bobolarimiz, momolarimiz, o'zbek ayollarining mashaqqatli mehnatlari yotadi. Bunda ayollarimizning qo'llarida qolgan qadoqlar izi mehnatda, paxtadan qiynalib yashagan barcha o'zbek ayollari haqidagi qissadir. Bunda biz o'quvchilarimiz mavzu haqida juda ham yaxshi tushunchaga ega bo'lishdi, tayyorlanishda juda ham mashaqqatlarga ega bo'lishdi. Menimcha ham barchaga yoqadi deb o'ylayman. Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar tarixi aslida qon bilan yozilgan tarix deb hisoblangan. Mana shu mehnatlarini yuzaga chiqqan xalqning hozirgi kundagi mustaqillikka erishgan davrdagi yoshlarga bu narsani o'rnak bo'lishi maqsadida ham olib chiqdik. O'quvchilar bilan tayyorlanishga juda ko'p vaqtni sarfladik. O'quvchilarimizga rahmat, shunchalik yuzaga chiqdi. O'sha narsani olib chiqib bera oldik deb hisoblaymiz. Bu endi tomoshabinning bahosi. Otamdan qolgan dalalar. Biz bu asarni birinchi tanlaganimizda o'zimiz his qildik va buni his qilib sahnada ijro etdik. Buni hozir jamoadoshlarimizdan birma-bir so'rab ko'raman. Siz ona rolini o'ynaganingizda qanday rolni ijro etish xayolingizga keldi va his qildingiz? Bu rolni ijro eta olmasam kerak degan o'y bo'ldi. Ustozlardan juda ham ko'p gap eshitdim. Harakat qildim. O'ylaymanki, Xudo xolasa ertangi asar teatrda Xudo xolasa yaxshi o'ynab beraman degan umiddaman. Rahmat. Qo'llab-quvvatlasangiz. Otamizga kelsak, otamiz siz bu rolni juda mashaqqat bilan o'ynadingiz. To'g'ri, bu oson bo'lmadi. To'g'risi, ancha qiyinchilik bilan bu narsani chiqarishga bu darajada chiqadi deb o'ylamagandim, lekin shu harakat orqasida hamma narsasiga erishdik, Xudoga shukr. Siz bu rolni ijro etishda juda ko'p qiyinchilikka duch keldingiz, chunki o'qimoqchi bo'lgan bolani o'ynadingiz. Hozirgi kunda o'qimoqchi bo'lganlarni ijro etdingiz va o'sha zamondagi talqinni hozirgi kunda talqin qildingiz. Mani gapimni aytib qo'ydik. Mana shunday demoqchi edimiz. Men shunaqa rolda o'ynadim. Men o'sha Dehqonqul otaning o'g'li timsolida unga qarshi obraz bo'lib chiqdim. O'shaning Dehqonqul otaning o'g'li o'qishga ketmoqchi bo'ladi, lekin otasi unga qarshi chiqadi va o'g'il shunga qaramasdan ham o'z maqsadida yo'lida o'sha Toshkentga qarab yo'l oladi. Avvallari shu urushdan keyingi davrlarda xalq ustidan kuchli bosimlar o'tkazilgan. Ular majburan paxta dalalariga va majburan dalalarga ishlatilgan va o'sha paytdagi tizimni yoritib berdim deb o'ylayman. Men ushbu sahna ko'rinishimizda Klara Xajayeva, ya'ni sekretar, bosh sekretar rolini ijro etdim. Ushbu rolimda shuni o'yladimki, o'sha yurtimiz avval qanchalik o'zga davlatlarga, ya'ni o'zga boshqa millatlarga qanchalik qaram bo'lib qolganini, qanchalik qul bo'lib ishlatayotganini, ularni gapidan, izidan chiqmayotganligini ko'rsatib berdim. Bu juda ham zo'r asar ekan. Biz bu asarni boshida tanlaganimizda, biz buni qilishib olib chiqa olishimiz juda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin jamoaviy ishladik. Biz buni uddalaydik deb o'ylayman. Ma'naviy jihatdan ham ancha menga xulosa bo'la oldi. Kerakli xulosalarni chiqardim. Bunda eng avvalda yashab kelgan mana shu momolarimiz qilgan tappilari hamda paxta terimlari va hozirgi zamonaviy tilimizda mana shularni o'rniga bizga davlatimiz, yurtboshimiz tomonidan ajratilayotgan mana shu o'qish ko'proq ish ajratilmoqda. Lekin hozirgi mana shu yuksak rivojlanishga qadam qo'yayotgan ekanmiz. Avvalgi tariximizni hamda milliyligimizni unutmasligimiz kerak deb o'ylayman.